JM avtosalonlarda nima yangiliklar degan obunachilarimiz uchun xalqimiz kutgan yangilik 40 milliondan 45 milliongacha Astrochka bormi? Bor. Nasiya savdo bor, ochilganini bilardim. Bor. Nasiya savdo bor-a bunga, Rastrochka yo'q-a? Yo'q, Rastrochka ham ochdi. Eski aytladingizmi? 1 milliondan ham chiqsa bo'ladigan variantlar yo'qmi ehtiyot? O'sha hali ham 50% to'lash kerak. Buning uchun 92 million to'lasa ham prostoy. 1,5 million so'mdan chiqadi. 1,5 million so'm. Rastrochkalar qanaqa tartib bulardi? 96 million 932 ming mashinani siz eng kami 25% to'laysiz. Endi bu men o'zimcha taklif beryapman. Yana bir bu taklifimiz inobatga olinsa, yana ham xalqimizga zo'r bo'lardi inshaalloh. Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan UzDrive admini Islomjon. Aziz do'stlar, xalqimiz kutgan kunlar keldi desam adashmagan bo'laman. Aksiya ustiga aksiya, Rastrochka Cobalt'ga o'ylaganmidingiz? Endi Rastrochka Cobalt'ga ham bor. Undan tashqari do'stlar, avtosalonda 45 milliongacha chegirma ekan. 40 milliondan 45 milliongacha. Yomonmi? Bo'lganda ham batafsil video ko'rsatamiz. Video yoqsa like bosib qo'yinglar. Videomizni boshladik. JM avtosalonlarda nima yangiliklar degan obunachilarimiz uchun xalqimiz kutgan yangilik 40 milliondan 45 milliongacha voydod aksiyani yomoni birin-ketin ma'lumot beramiz. Video yoqsa like bosib do'stlaringizga podelisak qilsanglar. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Omonmisiz? Tinchmisiz? Alloh rozi bo'lsin. Qarang, birin-ketin o'zidan do'stigacha gaplashsak, qulog'im noto'g'ri eshitmayaptimi? Yo'q, to'g'ri. Ha? Xo'p, birinchi Cobalt'dan boshlaymiz. Bo'ldi, gap yo'q. Cobalt avtomashinasi do'stlar, birin-ketin ma'lumotini bersak, qaranglar, diskalari bor, avtomat korobkasidan. Xo'p, qulog'im bitta maza qilsin. Cobalt Style MC. Bunga xudo xolasa 10 million so'm chegirma qilyapmiz. 10 million so'm, 156 million so'm, buni 146 million so'mga naqd to'lab olib ketsalar bo'ladi. Rastrochka ishlamaydi bu narsa. Rastrochka ishlamaydi. Faqat naqd to'lov uchun chegirma. O'zi men misol uchun bunga Rastrochka bormi? Bor. Nasiya savdo bor, ochilganini bilardim. Bor. Nasiya savdo bor-a bunga, Rastrochka yo'q-a? Yo'q, Rastrochka ham ochdi. Eski aytladingizmi? Eshitmay qolibman bor-a. Rastrochka ham bor, Nasiya savdo ham bor. Xuddi shunday. Voy. To'xtang. Chota ovoramizmi? Nima dilang, Agar Rastrochka bo'lsa, oyiga qanchadan chiqadi? Xo'p. Endi oylik to'lovini ular xohishiga qarab, boshlang'ich to'lovini necha pul qilsalar, muddatiga qarab qilib beriladi. Xo'p, eng kami 50% to'lasa bo'ladi. 50%. Muddati 11 oy yoki 12 oy qilsa bo'ladi. 50% bilan 11 oy ekan. Adashib ketdim. Xo'p, 60% bilan 15 oy. 65% bilan xohlasalar 17, xohlasalar 12 oy qilsalar bo'ladi. Voy, mana shunaqa tabiiy holatda olyapman do'stlar. Shunda hozir Premierni boringki 30% dedingizmi? Boshlang'ich 50% ni to'lasak. 50% ni to'lasak. Taxminan qanchadan chiqadi? Oylik to'lov qancha chiqadi? Boshqa to'lov qancha chiqadi? Xo'p. 50% masalan, mashina narxi 150 million hisoblaymiz. 82,5 million so'mcha to'lab turadi. Qolganini xudo xolasa oylik to'lovi 5 million atrofida chiqyapti. 5 million atrofida. Do'stlar, qaranglar. Bu narsa kompyuterda hisoblanadi yana. Kelasiz. Bu hozir nima desam bo'l, xomaki aytilyapti. Yana telefon qilib yoki kelsangiz, yana qo'shimcha ma'lumotlar beriladi. Xudo xolasa asosiysi ham pulidan ham o'tib berishyapti, ham Rastrochka. Gap yo'q. Qarang, endi navbatdagi avtomashinamiz Onyx avtomashinasi. Birinchi pozitsiyasi necha pul, eng puli qancha? Xo'p, hozir bularda Rastrochka ham o'sha qolgan. Qiymat bergan ma'lumotimiz bo'yicha 184 million 750 mingdan 230 milliongacha. Dollasi hammasidan tayyor bor. Nalishida. O'sha hali ham 25% boshlang'ich to'lov bilan 36 oyga, bu degani 46 million to'lab, 3 million 800 ming. Eng qimmatiga 57 million 656 ming to'lab, 4 million 800 mingdan 36 oy. 36 oyga. 1 milliondan ham chiqsa bo'ladigan variantlar yo'qmi ehtiyot? O'sha hali ham 50% to'lash kerak. Buning uchun 92 million to'lasa ham prostoy 1,5 million so'mdan chiqadi. 1,5 million so'm. Eng ko'piga 115 million to'lasiz, eng qimmatiga 1 million 921 ming so'mdan chiqadi. 5 oy, 5 yil. 5 yil. Hech qanaqa foiz ham yo'q, peni ham yo'q. Xudo xolasa. Kimda kim qiziqsa, xohlasangiz oqidan oling, xohlasangiz qorasidan oling. Do'stlar, muammosi yo'q, inshaalloh. Xo'p, ba'zi Damas'lar ham bor ekan. Ba'da ko'rishingiz mumkin, Tracker, boshqa mashinalar bor. Birin-ketin ma'lumotini beramiz. Keling, Damas avtomashinasining ham ma'lumotini berib ketsak.
Bu Damas Deluxe passajirskiy hisoblanadi. Aha. Bularning narxi 96 million 932 ming. Aha. Rastroshkaga hali ham o'sha. Rastroshka bu ham bor rastroshka. Ha, bu eskidan bor. Ha. Endi bularga naqd to'lovga esa 81 million 932 ming, 15 million so'm chegirma qilib beryapmiz. 15 million so'm. Voy. Mana shu gapni eshitib o'zim ham maza qilyapman-da, bor. Ya'ni nima demoqchiman? 15 million aksiya. Bu degani 10-sentyabrgacha. 10-sentyabrgacha. Mustaqillik bayramimiz uchun. Ha, tushunarli. To'g'risi, nima demoqchiman? Inshaalloh yana ham konkurensiya ko'paysin, raqobat bo'lsin. Yana ham narxlar ommalashsin inshaalloh. Xo'p. Endi bu mashinaga yana bu Damas'imizdan tashqari kombi Damas'imiz ham bor. Bunga ham 15 million so'm chegirma. Van Damas'imiz ham bor. Unga ham 15 million so'm chegirma. Bu degani masalan bu 932 ming edi. Bu 96 million 449 ming. Bu degani 81 million 449 mingga to'g'ri keladi. Endi van mashinamiz 93 million 156. Hamma eshityapti, 78 millionga tushdi deyapti. U faqat o'sha van uchun. U van narxi 78 million 159 mingga to'g'ri keladi. Tushunarli. Rastroshkalar qanaqa tartib bulardi? 96 million 932 ming mashinani siz eng kami 25% to'lasiz, 24 million 233 ming so'm to'lasiz. 16 oygacha eng uzog'i 4 million 545 ming so'mdan chiqadi. Eng past oylik chiqayotgani qanaqa? Xo'p, 60% to'lasin, 3 yilgacha o'qib beriladi, 1 million 77 ming so'mdan chiqadi. Boshqa to'lov qanaqa bo'lyapti shunda? 58 million 159 ming so'm chiqadi. Tushunarli. Qolganini maydalab to'laverasizlar, xudo xolasa. Xo'p, navbatdagisi Damas 3 avtomashinamiz. Endi bu restyling deymizmi? Shunaqa. Bu turgani Damas Max. Move bo'lganda bu passajirskiy bo'ladi. Xo'p, bu yuk tashiydigan Damas. Buni narxi 1,5 motorli 142 million so'm. 142 million so'm. Anaqa aynigi boridan ham bor-a? Uni hozir tayyor yo'q, lekin zakaz qilsa, xudo xolasa 149 millionlik tez keladi. Bunilari ochirdida. Bular hozir tayyor, bitta shu xolos, qolganlari ochirdida. Qolganlari ochirdida. Xo'p. Bularga qanaqa to'lov usullari bor? To'lov usullari faqat naqd yoki kredit foizli bo'ladi. Tushunarli. Kim qiziqsa faqat naqdga yoki o'zlaringiz tushundilaring do'stlar. Kim qiziqsa bosaverasizlar. Ba'da ham har xil turdagi van deysizmi, oddiy Damas deysizmi, muammosi yo'q ekan. Bu tomonda Cobalt. Men 15 milliongacha deb eshitdim. Qanaqa 15 million? Pozitsiyasi uchun. Qora diskali pozitsiyasi bor, o'shaga 15 million so'm chegirma. Voy, gap yo'q. Shunda qancha bo'lyapti u mashina? 65 million 200 minglik mashina 150 million 200 mingga to'g'ri kelyapti. Tushunarli. Xo'p. Buni aytdik, bunga eski tartibda. Bu ham o'sha eski tartibda 12 ta, o'sha 25% to'lab 36 oyga 50% to'lab 5 yilgacha o'qib berilaveradi. 5 yilgacha maydalab 4 yil shekilli boshida chiqqanda. Boshi deydi. 4 yil edi. Hozircha qulaylik qilib oyini cho'zishyapti. Boshqa to'lovlarni pasaytirishyapti. Mashina narxi o'sha. Tushunarli. Endi yangilik yana bitta kutib qolaman. Misol uchun aytaylik, 25% boshlang'ich to'lov to'lab turib, 5 yilga maydalab berishga olganimizda vashi zo'r bo'lardi. Endi uni odatiy holatda qilsa bo'ladi, faqat foizli bo'lib ketib qoladi. Foizli bo'lib ketib qoladi. Ya'ni chegirma narxini oddiy foizli qilib 5 yilgacha o'qib berishaveradi. Tushunarli. Kim qiziqsa, endi bu men o'zimcha taklif beryapman. Yana bir bu taklifimiz inobatga olinsa, yana ham xalqimizga zo'r bo'lardi inshaalloh. Xo'p, ichimdagi gaplarimni gapirib olyapman-da, xudo xolasa. Endi 40 million, 45 million deyildi-yu, u qanaqa? U Captiva 5 uchun. Captiva 5 uchun. Premier pozitsiyalari 290-295 millionga to'g'ri keladi o'sha naqd to'lashsa o'shanda. Bo'lmasa Rastroshkaga ham o'sha 350 millionligicha qoladi. 350 millioncha qoladi. Rastroshka ham bor bu mashinaga. Naqd olib ketadigan bo'lsak, amal qiladi. 40 million, 45 million. Xo'p, undan tashqari bo'lsin, xalqqa bo'lsin, o'zbekimiz maza qiladi olgan sari. Qanaqadir yana kelsa, benzinmi, polikmi iloji bormi? 12 takilarimizga Rastroshkaga bor. Naqd to'lovga unaqa narsa qilganimiz yo'q. Bonus qilingan yo'q, naqd pulga. Rastroshkaga xolos. Rastroshkaga xolos. Kim qiziqsa, lokatsiyani ham aytib o'tib ketaylik. Xo'p. Farg'ona Marg'ilon katta krugi Marg'ilon City'ning ro'parasida. Marg'ilon City'ning ro'parasida do'stlar kelaverasizlar. Inshaalloh ekranda nomerlar qoldiraman. Bemalol aloqaga chiqsangiz, yana qo'shimcha ma'lumotlar beriladi. Menimcha aniq va tiniq bo'ldi ma'lumotlarimiz. Sizga ham kattakon rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Charchamang.